Agar sizda speakingda gapirayotgan joyingizda gapingizni davom ettira olmaslik, ideya yetishmovchiligi, ingliz tilida ravon gapirishga qiynalish, undan tashqari aktiv so'z borligingizda yetishmovchilik bor bo'lsa, siz to'g'ri joyga keldingiz. Aynan shu videoni oxirigacha ko'rsangiz, men aynan mana shu har bir muammoga alohida yechim beraman va videoda aytilgan barcha maslahatlarga amal qiladigan bo'lsangiz, albatta natijaga chiqasiz. Shuning uchun oxirigacha ko'ring. Birinchi muammo bu ingliz tilida gapirayotganda gaplaringizni unutib qo'yish muammosi. Aynan shu muammoga siz WH question so'zlar orqali yechim topishingiz kerak. Ya'ni, masalan, siz gapiryapsiz birorta mavzuda va to'satdan fikringizni unutib qo'ydingiz yoki gaplaringiz esingizdan chiqib qoldi. O'sha holatda boshlagan gapingizga savollarni bering o'zingiz birinchi bo'lib. Undan keyin javoblar avtomatik ravishda chiqib keladi. Misol qiladigan bo'lsak, masalan, what, why, how, when, where shu kabi savol so'zlarini so'rash kerak. Kelinglar hozir bitta gapga kattaroq qilib yoritib misol beraman. Masalan, I like movies. I like movies. Why? Ya'ni men film yoqtiraman. Nega? Nima uchun filmlarni yoqtiraman? Shuni gapirishim kerak. Shunda why so'ziga biza avtomatik ravishda sababini berishimiz kerak bo'ladi. I like movies because I usually have free time in the evenings. Misol uchun, to'g'rimi? Mana shunaqa javob berishimiz mumkin. Yoki bo'lmasam, what movies? When do you watch? Mana shunga o'xshagan savollarni berishimiz kerak. Ana shunda bizda gap strukturasi shakllanadi. Masalan, qanaqa filmlarni yaxshi ko'rishingiz? What movies? Masalan, action films. Qachon ko'rasiz, misol uchun? Every weekend, misol uchun hafta oxirida ko'raman. Endi biza mana shu 3 ta savolga javobni bitta qilib gapimizga savolga javob beramiz. Masalan, what do you like deb savol berilsa, I like watching movies. Because I usually have free time after I finish my job. I usually watch films at the weekend. Misol uchun. Ko'rasizmi, bitta savolga kengroq javob berish uchun what, how, when, why va hokazo shu kabi savollarni bersangiz, o'zingiz o'sha berayotgan gapingizga, tuzayotgan gapingizga, shunda gaplaringizni unutib qo'ymaysiz va buni ko'proq qilish kerak. Praktika qilib borsangiz, shunda gapirayotganingizda nutqlaringiz unutilib ketmaydi. Ikkinchi muammo bu gapirayotganda ideya kelmasligi. Masalan, siz birorta mavzuda gapirmoqchisiz, sizga ideya kelmaydi. Aynan shu mavzu bo'yicha, hattoki movies haqida ham umuman gapira olmaysiz. Shuni holatda nima qilish kerak? Ingliz tilida eng ommabop bo'lgan mavzular bor. Ya'ni bunga kiradi hobbies, friends, family, relationship, traveling, daily routines, shunga o'xshagan ommabop mavzular bor. Aynan shu ommabop mavzularni Googledan yoki ChatGPTdan ro'yxatini oling. Masalan, most common speaking topics deb qidiruvga bersangiz ham chiqib keladi. Aynan shundan 10 tasini yoki 20 tasini olib turib, har kuni bitta mavzuni olib, bitta mavzuga o'zingizni versiyangizni yaratishni tavsiya beraman. Ya'ni masalan, unga bitta example olasiz, ya'ni misol olasiz Google yoki ChatGPTdan. O'sha example'ni o'zingizga moslab oling va o'zingizga moslayotgan vaqtda aynan o'sha mavzuda chiqayotgan yangi so'zlar yoki bo'lmasam o'sha gapirayotgan vaqtingizda aytaylik sizda uchraydigan xatolar bo'lsa, ularni to'g'rilab ketish kerak. So'zni yodlab ketish kerak, xatolarni to'g'rilab ketish kerak. Undan tashqari ularni o'sha gaplarning ma'nosini yaxshilab tushunib olish kerak va har kuni mashq qilib borish kerak. Practice qilish kerak har kuni. Aynan bu praktikani qilish uchun menga tayyor narsa kerak. Nima qilsam har kuni praktika qilaman, har kuni speaking o'sadi degan savol sizda paydo bo'lishi tabiiy. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, sizga bitta zo'r narsa tayyorlab qo'yganman. Ravon gapira olmaslik bu nimadan kelib chiqadi? Ravon gapira olmaslik bu so'z boyligini kamligidan. O'sha bundan oldingi ikkinchi muammo, ya'ni ideya yetishmasligidan va aynan har bitta gapga, ya'ni o'z gapirmoqchi bo'lgan gapingizga grammatik strukturani noto'g'ri qo'yishingizdan ravon gapira olmaslik holati kelib chiqadi va bu uchinchi muammo.
Aynan bu muammoga qanaqa yechim bersak bo'ladi? Tepadagi birinchi va ikkinchi muammoga yechimni parallel ravishda bajarish tavsiya etiladi. Bu birinchi maslahatim. Ikkinchi maslahatim bu listening qilish, ya'ni audiolarni eshitish ko'proq podkast, ko'proq filmlar, aynan o'zingizga yoqqan, o'zingizga qiziq bo'lgan mavzularda. Masalan, filmlar haqida gapirmoqchimisiz, aynan filmlarga oid podkastda eshiting, filmlarga oid YouTube'da videolarni ko'ring. Yoki bo'lmasam hobbies, ya'ni hobbilar haqida gapirmoqchimisiz, aynan shu mavzuga aloqador bo'lgan listeninglarni, audiolarni yoki example question answerlarni olib, aynan shular bo'yicha ishlash kerak. Aynan shular bo'yicha eshitib, uni orqasidan shadowing qilish kerak. Shadowing texnikasidan foydalanish kerak. Shadowing texnikasi bu nima? Shadowing texnikasi bu aynan o'zingizning darajangizga mos bo'lgan birorta audioni olib turib, o'sha audioni eshitib, orqasidan pauza bilan takrorlash. Masalan, audioni eshitasiz, 5 soniya, 10 soniya eshitasiz, orqasidan takrorlab ketasiz. Yana 5 soniya, 10 soniya eshitasiz, orqasidan takrorlaysiz va xuddi aynan o'sha speaker qanaqa gapirayotgan bo'lsa, xuddi shunaqa qilib takrorlaysiz. Orada masalan 5-10 soniyada takrorlash bo'lgandan keyin siz aytaylik 30 soniya, 40 soniyalik takrorlab chiqqan audioingizni boshidan oxirigacha chiroyli qilib gapirishni mashq qilishingiz kerak va takrorlash jarayonida, o'sha listeningda audioni eshitish jarayonida siz uchun notanish bo'lgan gap, notanish bo'lgan so'z, frazalar uchrasa, avtomatik ravishda yozib keting, avtomatik ravishda uni yodlab ketish kerak. Chunki shunchaki shadowing qilishni o'zi, shunchaki eshitib orqasidan qaytarish sizni aynan listening qobiliyatingizni yoki gapirish qobiliyatingizni unaqa zo'r qilib o'stirmasligi mumkin. Ya'ni rivojlanish sekin bo'lishi mumkin. Lekin siz ham so'zni yodlab ketsangiz, ham aynan shadowingni to'g'ri amalga oshiradigan bo'lsangiz, albatta zo'r natijaga erishasiz. 4-chi muammo gapirishni qanday boshlashni bilmaslik. Masalan, sizga ustozingiz keldi. "Hey, Farhod, can you tell me about yourself?" yoki bo'lmasam, "Can you tell me about your hobbies?" deb sizga ustozingiz savol berib qoldilar. Ana shunaqa holatda aynan shu savolga qanaqa qilib javob berishni bilmaysiz. Buni holatda ham to'g'ri, masalan, har xil mavzularda savol bo'lib qolsa, javob berishga qiyinchilik bo'lishi mumkin. O'zingizni gap strukturangizni yaratib olishni sizga tavsiya beraman. Ya'ni shablon bo'yicha gapirishni. Boshida ingliz tilida gapirayotganda shunaqa bo'ladi, qiyin bo'ladi. Har xil mavzularda gapirayotganingizda gapni qanaqa boshlaysiz, qanaqa shablonda boshlaysiz, shuni mashq qilishingiz kerak. Masalan, oddiy savol: "Can you tell me about yourself?" deb ustozingiz so'radi. Siz aytasiz: "Hello, my name is Farhod. I'm 25 years old. I've been working in this field for 5 years." Misol uchun shunaqa deb o'zingizni fikringizni berib, gapirib ketishingiz kerak bo'ladi. Ana shunda sizda shablonlar bo'yicha gapirish, gap boshlash shakllanishini boshlaydi. 5-chi muammo bu aktiv so'z boyligini yetishmasligi. Ya'ni gapiryapsiz, birorta so'zni o'zbekchada bilasiz, lekin inglizchasini gapirishingiz kerak. Ana shunaqa holatda siz muammoga yechim qila olmaysiz, gapira olmaysiz. O'sha siz o'zingiz xohlagan so'zni ishlatishga qiynalasiz. Bunaqa holatda siz kuniga masalan har bitta o'rganayotgan mavzungiz bo'lsa, mana birinchi, ikkinchi muammolarda ko'rdik. Har bitta o'rganayotgan mavzungiz bo'yicha topic specific vocabularies, ya'ni mavzularga aloqador bo'lgan maxsus so'zlarni 10, 15, 20 tasini olib, har kuni yodlab borishni tavsiya beraman. Har kuni qilish kerak buni. Bir kun qilib, ertasi kuni tashlab unaqa emas. Har kuni doimiy qilib borsa, doimiy vocabularyni praktika qilib borilsa, yodlab borilsa natija bo'ladi. Lekin qaranglar, ko'pchilik shunchaki o'sha so'zni ma'nosini faqat yodlab qo'yadi. Masalan, aytaylik, accident degan, to'g'rimi? Accident, baxtsiz hodisa. Accident degan so'zni shunchaki tarjimasini yozib qo'yadi, bo'ldi. Bu holat, ya'ni aynan xuddi shu ishni qilish, bu sizga o'sha so'z haqida to'liq ma'lumotni bermaydi. Ya'ni keyinchalik o'sha so'zni ishlatishga qiynalasiz, ishlatilish holatini bilmaysiz. Buning uchun siz har bitta yodlayotgan so'zingizga misol yozishingiz kerak yoki misol qilib gapirishingiz kerak. Praktika qilish kerak. Ya'ni kontekstni ichida o'sha so'zni ko'ra olish kerak. Bundan tashqari u so'z bilan yana qaysi boshqa so'zlar keladi? Collocations deyiladi. Masalan, aytaylik, work so'zi, to'g'rimi? Workni yodlayapsiz. Work ishlamoq degani. Work for somewhere, biror joy uchun ishlash. Work for somebody, biror kimdir uchun ishlash. Mana shunaqa aytaylik yonida qanaqadir so'zlar bilan kelishini bilib olib, uni yodlash kerak. Buni albatta hozir ChatGPT zamonidamiz, sun'iy intellekt zamonidamiz, Google bor, har nima bor. Har bir
resursdan foydalanish kerak. YouTube bormi, Google bormi, ChatGPT bormi? Men tushunmayman-da, shu aynan ingliz tilini o'rganayotgan yoki speakingni rivojlantirayotgan o'quvchilar nima uchun haligacha nolib yurishadi shunaqa imkoniyat borligida. Siz aynan mana shu muammolarga yechimni mana bu videodagi, hozirgi videodagi misollarga amal qilgan holda bajarib borishni men sizga tavsiya qilaman. Endi do'stlar, sizlarga bitta yangiligim bor. Telegram Speaking kanalida kuzatib borayotganlar bor, English Focus YouTube kanalidan kuzatib borayotganlar, umuman har yerdan mani yoki mani loyihamni kuzatib borayotgan insonlar bu videoni ko'rib turibdi. Sizlarga bitta yaxshi yangiligim bor. Men o'zim Speak Up deb nomlangan loyihaga qayta restart berdim. Bu yopiq kanal bo'ladi, yopiq shaklda. Speak Up shu paytgacha 4 ta aytaylik, nima deydi, qabulini ochgan bo'lsak, bu safar Speak Up 5 ni ochamiz. Speak Up 5.0. Bunda nima bo'ladi? Bunda biz tuzayotgan dastur shundan iboratki, birinchi o'rinda mashq, praktika, har kunlik so'z yodlash, aynan bugun sizga aytgan videodagi nima deydi, maslahatlarni reallikka, ya'ni har doim qilib borishga majburlash. Majburlash bu rag'batlantirish bilan tenglashtiriladi. Keling, Speak Up haqida gapirib beraman. Speak Up o'zi nima bo'ladi? Speak Up bu yopiq kanal bo'ladi. Oddiyroq qilib aytaman. Keyinchalik yana batafsil ham video chiqaraman Speak Up haqida, lekin hozir qisqacha aytib ketaman. Speak Up bu yopiq kanal. Bu yopiq kanalda har hafta 5 ta video darslik chiqadi. 5 ta video darslik. 5 ta video darslikdan 3 tasi eng ommabop bo'lgan mavzular bo'yicha qanday qilib gapirish, gap strukturalari o'rgatilinadi. Maxsus vokabulary beriladi, yodlash uchun so'z beriladi, so'zni to'g'ri yodlash strukturalari tushuntiriladi va har bitta o'sha modelga, ya'ni har bitta topikka sizga tayyor shablon beriladi gapirishingiz uchun, har kuni mashq qilib borishingiz uchun. Bu haftada 3 ta xuddi shunaqa dars chiqadi. Bundan tashqari haftada bir marta nazariy dars, ya'ni speakingizga kerakli bo'lgan muammolarga yechim berish, talaffuzga, so'z boyligiga, ravonlik, grammatika muammolar, aynan shu muammolarga yechim berish uchun alohida bitta nazariy dars va bitta haftada bir marta yana ko'ngilochar dars bo'ladi. Ko'ngilochar degani bu filmlar yoki bo'lmasam har xil shov-shuv yangiliklar, futbol, umuman har bir sohaga aloqador bo'lgan videoni yoki bo'lmasam filmni olib turib, uni ichida ishlatilgan maxsus so'zlarni sizlarga ko'ngilochar tarzda, ya'ni qiziqarliroq qilib yetkazib berishga harakat qilamiz. Endi bu Speak Up loyihamizda aktiv ravishda qatnashib borayotgan va har kunlik vazifalarni, berilgan vazifalarni bajarib borayotgan o'quvchilar o'zlariga ball to'plashadi. Ya'ni bu ball avtomatik ravishda hisoblab boriladi. Siz avtomatik ravishda ball to'playsiz agar vazifani bajarib borsangiz, kommentariyada vazifalaringizni yuborib borsangiz. Bundan tashqari har hafta oxirida viktorina bo'ladi. Viktorina bu o'tilgan hafta davomida o'tilgan mavzular bo'yicha test, savol-javob bo'ladi. Aynan shu test, savol-javoblardan muvaffaqiyatli o'tishingiz kerak bo'ladi. Shu orqali biz sizni bilimingizni tekshiramiz. Va bu orqali ham bergan javoblaringiz, ya'ni qanchalik yaxshi o'qiyotganingizga qarab sizga hafta oxirida ham ball beriladi, qo'shimcha ball. Bundan tashqari hafta oxirida qo'shimchasiga bir marta har aytaylik haftaning oxiri shanba yoki yakshanbada jonli efir o'tkazaman. Aynan jonli efirda kimda qanaqa savol bor bo'lsa, hammani savoliga javob beraman, maslahat beraman, bemalol gaplashamiz. Va jonli efirni oxirigacha qatnashganlar uchun ham ball yoziladi. Ya'ni ko'rib turganingizdek, har bir darsni o'zlashtirishingiz, vazifalarni bajarishingiz, speakingda qatnashishingiz, jonli efirlarda, viktorinalarda qatnashganingiz evaziga sizga har haftalik ball yozib boriladi va oy oxirida biz 10 ta eng ko'p ball to'plagan o'quvchilarga sovrin beramiz. Har xil sovrinlar, har xil sovg'alar beramiz. Bu haqda bundan keyingi videoda aytaman, ya'ni Speak Up haqida taqdimoti bo'lgan paytda sovrinlar juda ham qimmatli sovrinlar bo'ladi. Eng qimmat sovrinimizning narxi $300. Umumiy prizovoy, ya'ni 10 kishilik sovrinni fondning narxi taxminan $600 dan $1000 gacha atrofida bo'ladi. Juda ham qiziq. Aynan bu yopiq kanalga qanaqa qo'shilsak bo'ladi degan savol paydo bo'lishi mumkin. Buning uchun agar siz hozir buni YouTubedan ko'rayotgan bo'lsangiz, opisaniyada Speaking degan kanalimiz bor. O'sha Speaking degan kanalimizga qo'shiling. Uni opisaniyasida yaqinda shu yopiq kanalga yozilish uchun botni silkasi chiqadi.
bu loyihaga qo'shilishni oylik to'lovi, oylik narxlari qanaqa bo'ladi? Bu sizni aqlingizga sig'magan darajada arzon bo'ladi. Ya'ni hamma kira olish imkoniyati bo'lishi uchun biz hattoki bitta pitsani narxiga teng narxni belgilamoqchimiz. Endi tasavvur qiling, nech pul bo'lishini. Men buni aytmayman. Do'stlar, bugungi darsim shundan iborat edi. Savollaringiz bor bo'lsa kommentariyada yozing. Bundan keyingi videolarda ko'rishguncha